Qadrli obunachilar, Andijon mashina bozoridan Matizlar qatoriga kelganmiz. Matiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 189 ming kilometr yurgan. MX ekan, 15% kraskasi bor deb aytishyapti. Metan gazi bor. 4 ta yumshoq baloni bor. Mashinamiz ichki holatlari o'ta go'zal holatda ekan. Mashinaga mehr berib chiroyli qilib qo'yishdi. Ko'rik, chig'ollarni zo'rlarni qo'yib qo'yishdi. Mashinamiz 189 ming yurgan aytib o'tirgandek. İçki holatları mana. Mashinamiz yaxshi holatda ekan. Arqa tomondan ko'rinish holati mana. O'sha 2015-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mashinasi. Metan gazlar bor. Hamma yo'q joy-joyida ekan. Ko'rishlar mumkin. Hamma yo'q joy-joyida. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Motor hadovoy korobka joyida. Motor yangi qilindi. Korobka zo'r. Yurgani 189 ming yurgan. Hech qanaqa ishi yo'q. Hech qanaqa ishi yo'q. Mashina butun. 3800 kami bor. 3800 ozgina kami bor. Minarmanga. Minarmonga. Eski Matiz mashinalariga barter bor. Barter bor. Bankka beramiz, pul yetmasa bank ham bo'ladi mashina. Xohlasa bank bo'lsin, xohlasa barter qilamiz, xohlasa naqd pulga, xohlasa nasib savdo, hamma yo'llari bor ekan. Telefon nomerlarimiz 97 bilan 339 15 11 raqamlariga aloqaga chiqib, yangi tayyor Matizni xarid qilishingiz mumkin. Mashina zo'r holatda, yaxshi holatda turibdi. Hech qanaqa ish yo'q deb aytishyapti. Kraskasi 15% bor. 15%. Qattiq udar yo'q, oldi orqa butun. Bechada ham yo'q. Ha, Gazga bezakka bu, benzin gazga yuradi. Mana 4 ta yumshoq balon. Matiz istalgan akalarga jo'natib qo'yamiz.